Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va kanalimiz mehmonlari. Bugun sizlar bilan hozirgi hammaga qiziq bo'layotgan mavzu lapuh o'simligi haqida gaplashamiz. Lapuh repeynikiydi. Mana o'sha o'simlik. Bargi yuraksimon o'rtasida bunaqa ochiq joyi bo'ladi. Tanasi borib kulrang tusga kiradi. Hozir kulrang tusga kirganlarni ham ko'rdik. Xullas repeynik lapuh tarkibida juda ko'p miqdorda sink, minerallar bor, kalsiy bor. Undan tashqari buning tarkibida asosan lignanlar bor. Lignanlardan artein degan lignan bor. Demak, inulin saqlaydi. Sahrni diabeti borlar iste'mol qilsa bo'ladi buni. Hozir mana sokini chiqarib, yaxshilab aralashtirib spirtga qo'shilsa, yog'larga qo'shilsa ko'proq foydali bo'ladi. Foydasi ko'proq chiqadi spirtga. Demak, o'sha damlama qilinadi yoki damlama qilib to'g'rab damlab ichilsa ham bo'ladi. Xullas, lapuh barglarini foydalari haqida gapirib beraman, tarkibi haqida gapirdim. Foydalari asosan jigarga zo'r foydasi bor. Kistalarga foydasi bor deyshadi, lekin unaqa o'tkir foydali emas kistaga. Ko'krak kistalari, tuxumnon kistalariga effekti bor. Lekin pochkadagi kistalarga ham bor. Asosan suvni tortib olish xususiyatiga ega bo'lgani uchun o'sha kistani ham tortib olsa kerak-da, pochkadagi yoki boshqa joydagi, ko'krakdagi, yoki tuxumdondagi. O'sha suvni tortib olish xususiyatiga ega bu. Tanadan ortiqcha suvni haydash xususiyatiga ega. Shuni hisobiga kista kichrayadi. Kistaga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilmaydi bu narsa. Demak, yana aytishimiz mumkinki, jigarga katta foydasi bor. Keyin sahrga foydasi bor. Inulin saqlagani uchun tarkibida insulinning o'rnini bosadi. Shuni hisobiga sahrni diabeti bor bemorlarga iste'mol qilsa foyda qiladi. Bundan tashqari teri kasalliklariga so'kidan ishlatish mumkin. Toshmalarga, teridagi aknelarga foydali bo'ladi agar ishlatsa. Demak, bundan tashqari hazmni yaxshilaydi, chunki bu o'simlik ichak mikroflorasini kuchaytirish haqida o'qiganman. Ichak mikroflorasini kuchaytirishi ichakda foydali bakteriyalar ko'payishiga olib keladi. Demak, qanday iste'mol qilamiz? To'g'rab, maydalab misrovkadan chiqarib 3:1 nisbatda aroqqa qo'shsak bo'ladi. Aroqqa iminni qo'shsak bo'ladi. Spirtni eritilganiga 40% lik aroq. Qo'pol bo'lyapti gapim, lekin bu narsa meditsinada qilinadi. Demak, 40% spirtga 3:1 nisbatda 2 nisbati spirt bo'ladi, 1 nisbati bu bo'ladi. Aralashtirib qo'yiladi. Qorong'i joyga 10 kun qo'yiladi. 10 kundan keyin olib 2-3 choy qoshiqdan 2 mahal, 3 mahal iste'mol qilsa bo'ladi. Damlab ichilganda 1 osh qoshiqi 200 gram suvga damlab bemalol ertalab, kechqurun iste'mol qilinsa bo'ladi. Kurs lecheniya davomiyligi 12 kungacha borishi mumkin. 12 kungacha borilishining sababi undan oshib ketsa, o'zini повышен действияларni beradi. Pochkasida yetishmovchiligi bor bemorlarga mumkin emas. Homiladorlarga mumkin emas. Qolganlar allergiyasi borlar, aynan mana shu o'simlik allergiyasi borlarga mumkin emas. Hammaga shifoyi komil, sog'lik tilagan holatda sizlar bilan tabiat qo'ynida doktor Ibragimov, hamma haqiqiy lapuh bilan birgalikda. Salomat bo'ling.